Tavof vaqtida ko'proq savob olishni istasangiz, ushbu videodagi ma'lumotlarni o'rganib oling. Ka'batullohni tavof qilish umraning farzidir. Tavofsiz umra emas. Tavofning 7 aylanishdan 4tasi farz, qolgan 3tasi vojibdir. Tavof qiluvchi katta va kichik betahoratlikdan pok bo'lishi, libosning avratni berkitib turadigan miqdorichasi haqiqiy najosatdan pok bo'lishi, tavofni Ka'baning o'ng tomonidan boshlab ado etish, tavofni hatim bilan qo'shib qilish ham vojib ishlardan sanaladi. Tavofni avvalgi 3tasini raml bilan, ya'ni yelkalarda harakat qildirgan holda tez-tez yurish, qolgan 4tasini viqor bilan sekin yurish sunnatdir. Tavofni Hajarul Aswaddan boshlash va unga ro'baro bo'lganda takbir uchun qo'llarni ko'tarish, tavoflarni ketma-ket bajarish ham sunnat amallardan hisoblanadi. Tavof qilayotganda Hajarul Aswadni o'pish, tavofni Ka'baga yaqin qilish mustahabdir. Imkoni bo'la turib tavofni ulov yoki biror narsaga minib tavof qilish harom bo'lgan ishlardandir. Umid qilamizki, bu videodagi ma'lumotlarni umraga ketishdan oldin o'rganib olasiz. Ushbu kerakli ma'lumotlarni umraga ketayotgan yaqiningizga yuboring. Barcha ma'lumotlar Muftiy Nuriddin domla Xoliq Nazarovning Umra ulug' amal kitoblaridan olindi.